3 ta farzandim bilan ajrashganman. Til bilmayman, viza hujjatlar hamda borib yashash, joylashish uchun mablag'im yo'q. Ammo farzandlarim bilan Saudiyaga borib ishlab yashamoqchiman. Opajonlarim, singillarim, iltimos chet elga ketib ishlab yashashni faqat orzu bilan emas, nafaqat orzu bilan, balki reja bilan boshlang. Til o'rganing, kasb egallang va albatta mablag' yig'ing, chunki joylashish uchun albatta mablag' kerak bo'ladi. Shuning uchun ayniqsa yosh bolali ayollar, yolg'iz ayollar o'zingizga bunday jabrni qilmang. Oldindan yaxshilab tayyorgarlik ko'ring va undan keyin ko'chib kelib ishlab yashash haqida reja qiling. Men sizning kelajagingiz va xavfsizligingiz uchun shuni tavsiya qilaman. Saudiyada ayollar kechasi yolg'iz yura olishmaydi deyishadi. Keling haqiqatlarni aytaman. Saudiya Arabistonida bir necha uzoq yillardan beri yashayotgan inson sifatida shuni aytamanki, yo'q, bu aslo noto'g'ri tasavvur hisoblanadi, aziz ayollar. Saudiya Arabistonida oxirgi yillarda yanada xizmat patrullari, himoya xavfsizliklari, qat'iy ichki qonun-qoidalar juda ham kuchaytirilgan. Bu yer juda ham issiq mamlakat hisoblaganligi sabab insonlar asosan kechqurun ko'chaga chiqishadi, sayr qilishadi. Har doim oilalarni birgalikda ko'raman. Shuning uchun ayollarga xavfli davlat deb ayta olmayman. To'g'ri, jinoyatlar bo'lib turadi, lekin bu ayollar uchun juda xavfli davlat hisobiga olinmaydi. Saudiyaga mashinada vizasiz borib, keyin o'sha yerda sotib olib iqoma olsak bo'ladimi? Siz mashinada kelasizmi, kemada suzibmi yoki samolyotda uchib kelasizmi? Baribir chegara degan narsa bor. Shuning uchun vizasiz bu yerga kirib bo'lmaydi. Maslahatim, oldindan o'z turgan davlatingizda viza oling, undan keyin bu mamlakatga kirish qiling. Shundagina sizni xavfsizligingiz, qonuniy himoyangiz bo'ladi. Saudiyaga sayyoh vizasi bilan borib, so'ngra uni Saudiyada turib, boshqa ishchi vizaga almashtirsak bo'ladimi? Yo'q azizlar, Saudiyada shunday qonun borki, hech qanday viza turini Saudiya ichkarisida turib siz statusini almashtira olmaysiz. Ya'ni umra vizaga kelsangiz, uni ishchi vizaga almashtira olmaysiz, boshqa har qanday vizaga almashtira olmaysiz yoki student viza bilan kelsangiz ham xuddi shunday. Ba'zi istisnolarga ko'ra 1000 tadan bitta yoki 10 mingtadan bitta insonlarga bu imkoniyat beriladi, maxsus davlat organlariga murojaat qilgan holatda. Bu juda ham kam uchraydigan holat. Shuning uchun qonunlarga ko'ra albatta qanday viza bo'lishidan qat'iy nazar o'z mamlakatingizga borib, o'sha yerdan uni statusini to'g'irlab yana qayta kirish qilishingiz shart. Ya'ni Saudiya ichida turib, bitta vizani boshqa vizaga statusiga o'zgartira olmaysiz. Saudiya Arabistoni haqida real fakt bilan asoslangan ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Ma'assalama.